Inson tanasi ajoyibotlarga juda ham boy. U o'zida ko'plab sirlarni saqlab keladi. Sizga ham bu qiziqmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bugungi faktimizda inson haqida 5 ta fakt. Birinchisi, tish insonning o'zini o'zi tiklashga qodir bo'lmagan yagona qismidir. Ikkinchisi, shakar inson tanasidagi jarohatlarni bitishini tezlashtiradi. Agar kichikroq jarohat ustiga shakar sepilsa, u tezroq bitadi va og'riq ham kamayadi. Uchinchisi, suyaklarimiz tez va oson sirishiga qaramasdan, u aslida po'latdan 5 marta mustahkamroq bo'ladi. To'rtinchisi, agar inson tanasidagi barcha tomirlarni ulab chiqilsa, undan 100 ming kilometrlik arqon yasash mumkin. Beshinchisi, sport markazlariga borib, o'z mushaklarimizni qanchalik chiniqtirmaylik, inson tanasidagi eng kuchli mushak til bo'lib qolaveradi. Agar sizga yetkazgan faktlarimiz qiziq bo'lsa, hoziroq like bosing va qolganlar bilan ulashing. Keyingi faktlarimizni ko'rishguncha, xayr.